Assalamu alaikum hürmetli televizyon kökçüler. Uyghur televizyonunun gündelik haberlerini görüşünlerden karşılayınız. Şarkı Türkistanlık yazgıcı, şair ve faaliyetçi Hacı Abdülhakim Baqi 2019 yılı 8 Ağustos Peyşembe günü Amerika'nın paytaxtı Washington'da uzundan beri mubtala bo'lgan dimiz qilish kesili bilan vafot bo'ldi. Biz hammamiz Allohdan keldik, yana Allohga qaytamiz. Oku Uyghur Birlik yurtida o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. Xitoy doiralari atalmış qanunsuz uchur tarqatishga munosabatlik 13 kishini jazolagan. Erdoğan, Qrimning qanunsuz holda Rossiyaga qo'shib olinishini e'tirof qilmaymiz dedi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. 7 Ağustos Selim Paşa'daki Oku Uyghur Mektebi'de yazlık tatillik oku okutuş kursunun ayağılışışı bilen okuş bitiriş faaliyeti orlaştırıldı. Faaliyet başlanıp Kur'an-ı Kerim tilavet kılınğandan keyin İstiqlal Marşı okulup hürmet bildirildi. Arkadan Oku Uyghur Mektebi'nin kurguçıları boğan Abdug'ini Qutubi Efendi ve Habibullah Küseni Ustaz sahnede söz kılıp okuşunun qanchalik muhimligini ve mektebinin okutuş ahvalını düşendirip ötdi. O maqsabiyle ve okuvchilar bolsa Allah'im, anam çıraylık, Çin Tümür Batur ve Uyghur ayal kahramanlarımızın canlandırdıgan Uyghur kızı, mektep marşı, okutukçılığı mediye, toy, Şarkı Türkistan ve bundan başka köpligen nakşa, kızkarlık ve tesirlik it otla, şiir hikayelerini orunda şarkılık, ata-analarga nahayet köngüllik, ahmiyetlik ve unutulgısız bir gün bəxş etdi. Faaliyet okuqçıların mukaffatlaş bilen ahırlaştı. Şunun bilen bir vaqtda Safaköy'deki Köknur Balla Yaslisi 3. Ağustos'ta okuş bitiriş faaliyeti ötküzgen bulup, faaliyette o maqsabiyle Kur'an okuş, nakşi usul, itot qatarlıq numurlarını orundidi ve okuqçılarını mukaffatlaş bilen faaliyet nahayeti coşkun, ruhluk ve köngüllik ahırlaştı. Tangırtaq Toru'nun 7. yıl xəbərdə Xitay hükümeti Ürümçi, Uğulca, Börtala, Aksu ve Qashqar qatarlıq joylarda atalmış qanunsuz uçur tarqıtışqa alaqadar 8 tipik deyilov ve onun çetişlik 13 kişini internet ve başka ictimai aloqa süpülərdə dini aşqolluk, bölgünçilik ve saxt uçur qatarlıq məzmunlardaki yeziq, resim, sin görünüşlərin taqitib ve saqlığanlığını, Xitayning jinoiy ishlar qonuni, terrorlik qarshi turish qonuni, amallik saqlash ishlari bo'yicha boshqaruv ve jazolash qonuni, internet uçur mulozimati boshqarish chorasi qatarlıq qonun nizomlariga xiloflik qilganligi bilan ayblanib jazolagan ekan. Mazkur xabarda deyilishicha, qanunsuz uçur tarqitish bilan jazolangan 13 kishining 3 nafari Uyg'ur, 10 nafari Xitoy ekan. Bularning 2 nafari atalmış millatlararo uyushmanlikka qudratqullik qilish, atalmış diniy oshqullikqa munosabatli buyumlarni tarqitish degan qalpoq bilan jinoiy ishlar bo'yicha to'xtatib qo'yilgan. Yana birga tanqidiy tarbiya jazo berilgan. Jinoiy ishlar bo'yicha to'xtatib qo'yilgan bu ikki Uyg'ur o'g'iljidan bo'lib, biri 19 yosh, yana biri 35 yosh ekan. Xabarda ularning bu yil 22 aprel va 11 may kunlari o'zining shaxsiy ijtimoiy aloqa suhbatida millatlararo uyushmanlikka qudratqullik qilishga doir so'z jumlalarni qilish va oshqon ideyani tashviq qilgan suratli uchurlarni tarqitish bilan ayblangan ekan. Ma'lum bo'lishicha, buningdan ilgari Xitoy doiralari Uyg'urlarni internetda atalmış qanunsuz uchur tarqatgan degan nomda jazolagan bo'lib, bu Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda qanunsuz uchur tarqatish bilan jazolanganligi e'lon qilgan 22-turkumdagi tipik deyilov ekan. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Qrimning qanunsuz holda Rossiyaga qo'shib olinishini Turkiyaning e'tirof qilmaganligini va buningdan keyin e'tirof qilmaydiganligini bildirdi. Türkiye Ovoz radiosi xabarida Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Cumhur Reislik kulliyasida rasmiy ziyorat uchun Anqaraga yetib kelgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan qo'shma axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Turkiya Qrimning qanunsuz holda Rossiyaga qo'shib olinishini e'tirof qilmagan va buningdan keyin e'tirof qilmaydiganligini bildirib, irqdoshlarning tarixiy ona vatanlari Qrimdagi mavjudligining davomlashishi, kimliklari va kulturlarining qo'g'dilanishi, haq-huquq va hurriyatlarining kapolatga ega qilinishi oldingi qatordagi ishimiz bo'lishini davomlashtirdi dedi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Türkiye'nin Qrim masalasiga qaratgan siyosatiga alohida rahmat etib, Ukrainaning zamin butunligiga doir o'zgarmas pozitsiyasi, Turkiyani yaxshi bir qo'shni, samimiy do'st, muhim strategik sherik deb ta'riflab, Turkiya bilan bo'lgan munosabatlarga zo'r ahamiyat berib kelayotganligini, Turkiyaning savdo sanoat sohasini Ukrainaga taklif qiladiganligini, xotirjam faoliyat qilish uchun o'z nomidan kapolat beradiganligini bildirdi. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.